Motoblokda o'zi ham toza Yapondagi, Xitoy emas. Ballonlari ham 612, gidravlikali rul, joyida buriladi. 1 yil garantiya, 1 yil ichida u yoq bu yoq buziladigan bo'lsa aka, shuni ham motoblok tashishda yangi upakovka beraman. Olmang aka. Upakovka olib ketasiz. Bunaqa garantiyani hech kim qilib bermaydi aka, servis garantiyasini qilib beradi, qilib bersa. 1 yil ichida buzilib qolsa, deylik mana qopqoq sinib qoldi 1 yil ichida. Qopqoqni zapchast do'kondan olib berasiz, sotib olasiz. Ustamda olib keladi, bunday qo'yib qo'yadi. Ana shu servis deyiladi. Qopqoqni o'zingiz ham sotib qo'yishingiz bo'ladi, ustaga olib kelib o'tirgandan ko'ra. Men yangi motoblokka almashtirib beraman deyapman 1 yil ichida. Mana syomka ham bo'lyapti. Biron e'tiroz bo'ladigan bo'lsa, ertadan 1 yil ichida muammo bo'lsa, syomkani shuni qaytarsangiz ham bo'ladi. Bunaqa garantiya aka hech kimning aqliga emas. Tam bo'ling pulini gapi. 8 million 800 aytgan narsalarim bilan. Yo, men aka mayda qilib o'tirmayman. Dangal savdo qilishni yaxshi ko'raman. Dangalni aytaman, dangal savdo qilaman. Dangal tolma yutdi. Mana men dangal gapiryapman sizga. Arqonni uzun otib yetalaganim yo'q. Zivachkaga o'xshab cho'zganim yo'q. Qara. Dangal aytaymi senga? Sen hozir 8 million 200 deyapsan. 8 million 800 dedim. 8 million 800 deyapsan. Ha. Senga bormi? 8 mingni kim beradi? 8 mingni. Yo'q, 800 million biro beradi degan yo'q. Ha. Men senga aytib qo'yaman. Ha, 8 million so'mga savdo qilyapsiz, shundaymi? Ha, ha. Bo'lsa deyapsiz. Men senga o'ycha qachirib Ismingiz nima? Sardor ismim aka. Sardor aka. Yo'q, 8 ga bo'lmaydi akajon. 8 ga qilib bera olmayman. Vemani bilasiz-a? Bilaman. O'zimda bor. Menda manaqasi bor-da. Menga manaqasi kerak. Dizelli motor, universal korobkasi kerak edi. Dizel, ha, mana panijni pavishini skorsi borligi kerakmi? Bor, undan ham qilib beraman. O, yaxshi upakovka turibdi. Muammo yo'q. Hisoblab bering, hozir olib kelmayman. Men kelaman, doim olib kelib beraman. Panijni pavishinisi bori 12 million so'm aka, oxirgisi narxi. 12 million. Ha, 12 million so'm qilib beraman. Lekin haqiqatan Vemani bilasiz. Ya men 5-6 yildan beri ishlataman. Qanday brend? Zo'r brend. Taqa Xitoy emas, toza. Chempioni shu-da. Udari erkagi mana shu bo'ladi, motokultivator. Mana aka necha yildan beri bez remont qilyapsizmi? Hozircha endi forsinkasi ketadi, boshqa narsasi ketadi. Motor patrol ochganingiz yo'q-a? Yo'q. 5 yil bo'ldimi? Bo'lib qoldi 5 yil. 5 yildan beri ishlatadi aka, bitta o'lsa farsunka almashtiryapti. Farsunkasi 2 ming so'm turadi. Manulari bor-ku, yaxshi baqa. Ha, stoyka. O'zi motokultivatorda sinadigan narsasi mana shu rul bo'ladi. Bekorga narxi 2 barobar emas-da. Sifatdan o'shanga yarasha. 2 barobar, 3 barobar chizib beradi. Mana o'shini olsalang, mana panijni, pavishini skorsi bor. Buni reduktorini ko'ryapsizmi, qalinligini? Bu qancha deyapsiz? 12 million so'm. Sifat o'shanga yarasha. Aka, motokultivatorda eng xo'rozi deb internetga yozsangiz ham Vemani chiqarib beradi. Vemani chiqarib beradi. Chempioni mana shu bo'ladi. Undan keyin mana Fujettalar. Undan keyin turadigan Fujettalar уже. Ikkinchi sifat Fujetta bo'ladi. Maqsad buni panijingizni borini olavering. Bu 12 million deyapti. Yo'q, betal-da. Xohlasangiz mana Vomi bor, Vomni qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi, adilni uzib qo'ysangiz ham bo'ladi. Uzib qo'ysangiz aylanmaydi, qo'shib qo'ysangiz aylanadi. Bularda unaqa funksiya yo'q. Bu skorga urdingizmi bo'ldi, aylanadi bu. Vemadan keyingi motoblok ikkinchi o'rinda turadigani bu. Fujetta bo'ladi. Bo'lmasa mana Forani ham ko'ring. Fora ham zo'r. Bu ham toza germanskiy. Bu ham zo'r, salarishli motor. 7 million pul tikib 125 ming uchun siz o'tirmaysiz. O'zingiz men o'rinda bo'lsangiz. To'g'rimi? Mana sizda oling deyapman. Oling, mazza qilib baraka topib ishlating. 7,5 million. Ha. 7,5 million pul tikib 125 ming foyda uchun hech kim ishlamaydi. Mana ochiqchasiga o'yna deyapsiz, ochiqchasiga siz bilan o'yinni boshladim men. Bo'ldi, olaveraman. Bo'ldimi? Shunda yurg'izaymi? Marka. Bo'ldi mana aka, men konkret garantiyasini beraman. Berasan ayt. Hamon manda qiladi. Yo'q, 5 qatordan 10 qator frezasini beraman, to'g'ri. Bo'ldi, boshqa narsa bera olmayman. Sabab 125 ming so'm pul qolyapti, hech narsa yo'q. Qarovsini, u farqini anosini bermaysiz. Yo'q, u akajon uni adilasa 300 ming yoki 200 ming bahoga o'xshab pul qolganda uni qo'shib berardim. Shunisini bersangiz, shunisini bering. Sen nima qilgan? Marka gapiraman desangiz, yo'q, kelganda topasan. Mang. O'g'ariq mendan ol. Olcha, bo'ldimi? O'lchakani tortib tayyorlaylar. Kubota Yapon brendiga tegishli bo'lgan motokultivatorimiz 190 15 sotqichga baraka bo'ldi 7,5 million so'mga.